Va uchinchi xislat va tahavvul mulk fi sigorikum. Mulk kichkinalaringga o'tib qolsa. Podshohning o'g'limisan, 18 ga kirsang ham prezident bo'laverasan. Mana Chechenistonni qarang. Bir semizgina o'g'ilchasi bor. Nima bo'lsa o'shani boshlig'i bo'lib chiqyapti. Ichki ishlar boshlig'i ham o'sha, istixborot boshlig'i ham o'sha. Uni qarasang, qachon bu narsalarga o'qib ulgurdi u, qachon bu narsalarda tajriba orttirib ulgurdi u. Hech voqea yo'q. Shu otasini zamonida yashab qolyapti. Yoki mana Turkmaniston degan bitta davlat ham bor. Uni ham qarasang, o'lganimdan keyin boshqa qolib ketmasin deb bir soqovga o'xshagan o'g'lini prezident qilib qo'ydi o'zidan keyin. O'zimizda ham shu kuyov to'ralar, kelinboylar mana shu zamon shulardagi bo'lib qolgan. Mulk shunaqa yoshlarga o'tib qolgan. Keyingisi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning xabarlari. Qiyomat alomatlaridan biri ilm o'z egalaridan boshqadan istalinishligi. Mana hozir aytganimizdek. Ba'zi odamlarga bugun ajablanasan, bema'ni tuturuqsiz bir shallaqa odamlardan odamlar ilm o'rganaman, ilmi ziyoda bo'lsin, ustoz deb yuradi. Saroy mullalarida qarasang, axloqsizligini hatto axloqsizlar ham biladi. Dunyodagi eng razil odamlarga qarasang ham unga emas gapirish deydi. Biladi. Ammo kimlardir qarasang, o'shalarni ustoz deydi keyin. Bir kitob ko'r, ustoz birinchi o'rinda odob o'rgatadi odamga. Shallaqlikni o'rgatmaydi. Ilm o'zini egasidan boshqadan izlanadi. Haqiqiy ilm egalaridan esa odamlar ilm olmaydi. Bu Dajjal fitnasiga o'xshagan fitnada Dajjalga ergashilinadi, haq ahliga esa ergashilmaydi. O'sha hozir Dajjal fitnasiga tayyorlov zamoni odamlar kichkina dajjolchalarga ergashadi, ustoz deb, haqiqiy ulamolarga esa ergashishmaydi. Vahobiy, salafiy, bemazhab mingta nom bor uning. Nimaga desang, chunki Dajjalga nimaga ergashadi odamlar? Dunyo tinch bo'ladi. Bu ham xuddi shunday. Dunyosi tinch bo'ladi o'sha ustoziga ergashsa. Shuning uchun o'sha shallaq munofiqqa ergashaveradi. Ibn Asakir rivoyat qiladilar. Anas radhiyallohu anhu aytdilar: "Men aytdim, ya Rasululloh, qachon amr ma'ruf nahiy munkar tark qilib qo'yilinadi? Bu degan tark qilish joiz ekan degani emas. Shu qachon sodir bo'ladi?" deb so'rayaptilar-da. Amr ma'ruf asli hech qachon tark qilinmaydi, ya'ni shar'iy hukm jihatidan mumkin emas. Lekin odamlar baribir mumkin emas bo'lsa ham shu narsani tark qiladi. Qachon shu? Aytdilarki, agar sizlarda ichinglarda Bani Isroildan sizlardan oldingi Bani Isroilda zohir bo'lgan narsalar zohir bo'lsa dedilar. Endi bizning oldin Bani Isroil bir ishlar qilgan. O'shanda ularning ichida amr ma'ruf nahiy munkar tark qilib qo'yilgan. Hech kimga buyurmaydi ham, qaytarmaydi ham, hamma demokratiya, o'ziga xon o'ziga bek. Agar bizning ichimizda ham o'sha narsa bo'lsa, biz ham shunaqa bo'lar ekan. Mana bu ochiq dalil o'tgan ummatlardagi hodisalardan keltirish joizligiga. Mana o'shalar shunaqa qilgan, shunaqa bo'lgan. Hozir mana bu johillar ana shuni bilmagandan sen bizga yahudiy demoqchimisan bizni? Sen biz nasroniyga o'xshatyapsanmi? Birdaniga mana shu bahona tayyor. Qarang, sunanlar bir xil bo'lar ekan. Ular qanaqa qilgan bo'lsa, nima bo'lgan bo'lsa, biz ham o'shanaqa qilganimizda shunaqa bo'ladi bizga ham. Shohing yo'q seni, undan farqli. Xo'p, endi nima qilgan ular? Mana ana so'radilar, ya Rasululloh, nima qilgan ular? Rasululloh aytdilarki, "Idza zahara al-irhaqu fi khiyarikum." Agar yaxshilikdan kechikish, dangasalik yaxshilaringda zohir bo'lsa. Ya'ni yaxshi odamlar yaxshilikka dangasa. Yomonlarni qarasang tinim bilmaydi. Erta-yu kech shu botilni ustida xizmat qilgan, terlagan, pishnagan. Yaxshilarga qarasang ham musulmonchilik asta-asta bo'ladi-da, sekin-sekin. Yaxshi ot keyin chopadi deb. Yaxshi odamlarda irhoq bor, ya'ni dangasalik. Botil tinim bilmaydi. Mana men aytaman, mana militsiyalarga qarab, askarlarga qarab ajablanardim. Kechqurun soat 8, 9, 10 gacha ham ba'zan o'tiradi-da, ertalab soat 4 5 da kelib oladi yana qarasang ishga. Bitta pagona ko'tarilish uchun shunaqa tinim bilmaydi. Xotinni yig'siga ham qaramaydi, bola chaqasiga ham qaramaydi. Haftada bir kun dam olish bo'lsa, mayli boradi, dam olib qo'yadi. Qolgan har kun shu ishda. Biznikilarga qarasang endi bu yoqda haftaning 4 kuni o'yin, 2 kuni o'qish. O'shanda ham qiynalib ketdik, charchab ketdik. 5 minut o'qiydi, 5 minut telefonga qaraydi. 5 minut o'qiydi, 5 minut telefonga qaraydi. Ana ular xotinlarga qara. Haftada eri bir kun keladi, yuraveradi sabr qilib. Bu yoqda bularga qarasang, voy dunyodagi eng baxtsiz xotin ana shular. Eri qaramaydi, eri bolalarga qaramaydi, eri xotinga qaramayapti, eri hech uyda o'tirmaydi. Ana shunaqa. Dunyodagi eng baxtiqaro ular go'yoki shu o'zini o'ldirgisi kelyapti, yashagisi kelmay ketyapti. Ana shunaqada yaxshi odamlarda shunaqangi dangasalik bo'lgandan keyin nima bo'ladi keyin? Odamlar hech kim amr ma'ruf nahiy munkar qilmaydi. Yana bir rivoyatda shu irhaq deb emas, idhon deb kelgan. Ya'ni tilyog'lamalik degani.
Yaxshilarda til yog'lamalik bor. Ya'ni bir odamga amr ma'ruf nahiy munkar qilishmaydi, nima desa til yog'lamalik qilib. Bu kishiga gapirsak hozir xafa bo'lib qoladilar. Ko'ngli og'rib qoladi. Ko'ngli yarimta o'zi. Ana shunaqa qilib qarasang, podshohga podshoh deb uzr berilgan. Podshoh yonidagi mullaga podshoh yonidagi mulla deb uzr berilgan. Yana kimgadir ha bu kishi katakon xo'jalardan, sayyidlardan, to'ralardan deb uzr berilgan. Unisiga u, bunisiga bu. Yana kimgadir qarasang, uni munofiqni tilidan qo'rqib unga til yog'lamalik qilishadi. Bu hozir kasopatga gapirsak, biz o'zimiz sharmanda qilib tashlaydik deydi-da, o'zini obro'sini o'ylab dinni buyrug'ini amr nahiy munkar tark qiladi. Aslida Alloh bizga aytgan narsa mana shu, la yaxofuna lawmatalayim. Malomatchidan malomatdan qo'rqmaslik. Ya'ni mayli bizda ham sharmanda qilsin, bizda ham gunohlarimiz bor, xatolarimiz bor, to'g'ri. Lekin biz ana shu malomatdan qo'rqmay gapirishga buyurilganmiz. La yaxofuna lawmatalayim degan ana shu. Maqsad qachon amr ma'ruf nahiy munkar zohir bo'lar, tark qilinar ekan mana agar yaxshi odamlarda idhon, til yog'lamalik bo'lsa. Waddu law tudhinu fayudhinun. Alloh aytganki, ular istaydiki, ular mo'ylasa sizlar ham mo'ylasanglar ekan, til yog'lamalik. Va yana ikkinchi sabab amr ma'ruf nahiy munkar tark qilinishiga wal fahishatu fi shirarikum. Fahisha yomonlaringda bo'lsa. Mana hozir aytganimdek, fahisha bu so'zdagi fahisha ham, fe'ldagi fahisha ham. Shunaqangi bir yomonki, endi ozroq unga til tegirib qo'ysangiz, tilidan ham salomat qolmaysiz, fe'lidan ham salomat qolmaysiz. Keyin qarabsizki, odamlar bu fahishalarga gapirishga qo'rqib qoladi keyin. Bir narsa deb ko'rsinchi birov. Zamon shularniki. Hamma yoqda gap so'z qilib, fitna qilib, tuhmatlar qilib, shamanda qilib tashlaydi. Keyin odamlar qo'rqadi amr ma'ruf nahiy munkar qilishdan. Endi ba'zilarimiz bo'lsa o'zida ham tili qisqa joyi bo'ladi. Keyin o'shalar tili yomonligidan qo'rqib tark qiladi amr ma'ruf nahiy munkarni. Mana ba'zi mullalar bir ikki marta qo'shiqchilarga gapirib ko'rgan, aktyorlarga gapirib ko'rgandi. O'sha qo'shiqchilar, aktyorlar bir bo'lib o'zlarining sharmandasini chiqarib tashladi-ku mullalarni. Bosh ko'tarib yura olmay qoldi xalq ichida. Keyin pisib qolishdi dumini ichiga tiqib. Mana shunaqa bo'ladi-da, ya'ni yomonlarda fahsh bo'lgandan keyin. Va uchinchi xislat va tahawul mulk fi sig'orikum. Mulk kichkinalaringga o'tib qolsa. Podshohning o'g'limisan, 18 ga kirsang ham prezident bo'laverasan. Mana Chechenistonni qarang. U bir semizgina o'g'ilchasi bor. U nima bo'lsa o'shani boshlig'i bo'lib chiqyapti. Ichki ishlar boshlig'i ham o'sha, istixborot boshlig'i ham o'sha. Uni qarasang, qachon bu narsalarga o'qib ulgurdi u, qachon bu narsalarda tajriba orttirib ulgurdi u. Hech voqea yo'q. Shu otasini zamonida yashab qolyapti. Yoki mana Turkmaniston degan bitta davlat ham bor. Uni ham qarasang, o'lganimdan keyin boshqa qolib ketmasin deb bir soqovga o'xshagan o'g'lini prezident qilib qo'ydi o'zidan keyin. O'zimizda ham shu kuyov to'ralar, kelin boylar mana shu zamon shularniki bo'lib qolgan. Mulk shunaqa yoshlarga o'tib qolgan. Hamma sohada qarasang, kelajak yoshlar qo'lda. Ana shunaqa. Illoki masjid qariyalar qo'lda. Masjidga yoshlar kirish mumkin emas. Siyosatga kiraversin. To'rtinchisi wal fiqhu fi rizalikum. Fiqh razillaringda bo'lsa, Allohu akbar qarang. Razil degani ya'ni pastkash, tuban, rasvo odam. Ana shularni faqih qilib qo'ysang, tamom. Hamma narsaga fatvo topib beradi-da o'zingga. Har qanday razolatga fatvo chiqarib beradi. Faqihda u. Va yana razil. Hamma narsadan inson o'ziga hujjat chiqarsa bo'ladi, Qur'ondan, sunnatdan olib. Gazagiga dori olsa bo'ladi. Maqsad agar mana shu narsalar zohir bo'lsa, Bani Isroilda zohir bo'lganiga o'xshab, ularning ichida amr ma'ruf nahiy munkar tark qilingandek, biz ichimizda ham amr ma'ruf nahiy munkar tark qilinar ekan.